Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Maverdi rahmetullahi aleyhinki Edebuddin ve Dünya namlı kitabında bugünkü okumakçı olan ders İmam Maverdi din cemiyetine nayettir etki saladı, tüzeydi degan tema haqida to'xtalmoqchi. Endi İmam Maverdi bu haqda mundaq degan bo'lib, diniga sal qaraydigan, diyonati töven bir qism odamlar aqliy ilmlarga, aqliy fanlarga bakrak moyil keldi. Amaliyotda bundaq turlik odamlar mush aqliy fanlar şu fazilat yuqori, mushu cho'qim aqliy fanlar o'rganish tegishlik eng muhim deb qarab oladi. Chunki bundaq odamlar asosan mushu din o'z ichiga olgan majburiyat, diniy taklifotlarni ig'ir sanaydigan, shariatda kelgan ibodat va turlik belgimalarni bu nayt tuvan past ko'radigan bunday avollar bor. Bundaq odamlar bilan gap qilib yurish bu tuvandagi bu bob bu sig'maydi, loyiq emas. Bundaq odamlar ko'pincha mushtaq qaraydigan odamlar bor. Masalan, amaliyotda o'zining tabiati, fitrati sog'lom, durust odamlar, fikri durust odamlar, to'g'ri odamlar bunda qaramaydi. Chunki aql deydi, to'sidi, cheklaydi deydi. Kishilarning ahamiyatsiz, behuda yurishini din cheklaydi. O'zlarining xilma-xil fikriga tayanib mingishnimi din to'sidi, cheklaydi. İnsanın raybilan mangmaydi. Xilma-xil ularning havoyi havas xohishlariga bo'ysundigan avvalnim cheklaydi din. Chunki bunda bo'lgan vaqtida insonning dunyo insonning ko'z qarashi, fikrilar mang'adigan ish bo'lib qolsa, nurg'un talash tortishlar kelib chiqdi bu yerda. Kishilarning musulmonlarning yoki kishilarning turli o'xshamagan holatlari, farqliq va bir-biriga bog'lashmaydigan, bunday kesishib o'tmaydigan nurg'un taraflari bu yerda yuz berishga boshlaydi. Shunashqa dindan muhtoj behojat emas, diniga cho'qim muhtoj inson. Chunki din orqali bu yerda inson texmi bir-biri bilan o'lpatlashidi. Din asosida birga keladi. Aqlmi mushning o'zini to'g'ri deb qaraydi. Yoki dinning o'zimi, yoki aqlning o'zimi mushu dinga ergishishni vojib deb belgilaydi. Yoki cheklaydi. Ba'zi nusxalarda mani iborati keltirilgan. Lekin biz ma'vu ekranga qo'ygan nusxada mutabaun alay degan kalimasi ifodalangan bu yerda. Undaqda mani alay yoki mani la nusxasida dinga ergishishni mujib bekitidi yoki zarur deb qaraydi aqlmi. Yoki dinga ergashmaslikni zarur deb qaraydi. Demakchi o'g'li, agar din to'g'ri bo'lsa, ergashishni mujib qiladi. Agar xato bo'lsa, bu dinga ergashmaslikni cheklaydi degan bo'ladi. Yoki mutabaun alay nusxasida bo'lib qolsa, mujib ma'nosi bilan o'xshash keldi. Ya'ni dinning ustida ergashib minish talab qilindi deganmi bo'ladi undaqda. Undaqda bu yerda o'xshagan va o'xshamagan, ya'ni bir nuqtada vojib qiladigan, bir nuqtada cheklaydigan shunday o'xshamagan tasavvur bu yerda shakllangan bo'lsa, ya'ni to'g'ri bo'lsa ergashishga majburlaydi, yetaklaydi, xato bo'lsa ergashmaslikni buyuradigan, shunday o'xshamaydigan farqli tasavvur hosil bo'lgan bo'lsa, din undaqda aqlning tushunchasi bo'yicha ilib etgandimi bir zarur bir narsa yoki zarur bir avval deyishki bo'ldi. Amaliyotda aql dinning asosi, yildizi. Bu yerda unda bo'lgan ekan, bu dinga ayb nuqson olib kelishdan din borasida xunuklik yoki tuvanchilik yoki sal qaraydigan avvallardan o'zini yiqqan bo'ladi aql. Haqqi bo'ysunadi. Biroq bu yerda bu aql sohibi bo'lgan inson o'z nafsini tashlab deb sal qarab o'zini azdirdi va boshqalarni undaqda azdirdi. Endi tuvandagi bobda İmam Maverdi rahmatullohi alayh
dini ilmga munosabatlik ilmlar haqida mundaq deydi. Dinga aloqador nurg'un ilmlar bor. Bu haqda İmam Şafii rahmetullah aleyh bu ilmning har birining turli fazilatini, ortiqchiligini bayon qilib o'tgan. İmam Şafii rahmetullah aleyh Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga urug' tuqqan qildigan payg'ambarimizniki shu Quraysh jamoatidan bo'lgan buyuk 4 mazhab peshvolarininki eng buyuklariniki biri ismi Muhammad ibn Idris Şafii deb atalgan. Öz davridagi o'zi ham shariat ilmidimi, adabiyot sohasidagi yutuq, fiqh, qiroat, islomiy bilimlarda yetishgan dangliq islom peshvolarininki biri. 204-yili Misrda o'lib ketgan. Misrda haybatlik bir qabrsi bor. O'lib ketgan vaqtda yeshi shu vaqtda 54 yosh o'lib ketgan. Dinga zo'r ta'sir ko'rsatgan buyuklarniki biri. Bu zot shundoq deydi. Qur'onni o'rgangan odamlarning qimmati oshidi. Fiqhni o'rgangan odamning o'zining qadr qimmati ulug'landi. Hadis yozgan, hadis o'rgangan odamning vujud kuchaydi, dalil kuchaydi. Hisob, matematika o'rgangan odamningki fikri ra'yi kuchli bo'ladi. Arab tilini o'rgangan odamningki mijozi nozuklashadi. Hamda o'zini qo'g'dimigan odamning ilmi bu odamga manfaat bermaydi deb shunoq degan. Bunda degani o'zi qo'g'dimigan degani yomon ishlardan o'zi qo'g'dimigan odamningki ilmi bu odamga foyda bermagan bo'ldi demoqchi. Val amri deydi İmam Mavardi rahmetullah alayh. Ya'ni qasam albatta. İnsanın o'zini nafsini qo'g'dimiqi bütün fazilatlarning asosi yıldızdır. Chunki o'z nafsini asrashni, qo'g'dashni bilmagan, buning sal qaragan odam o'ziga berilgan ilmga bo'lgan ishonch bilan amalga sal qaragan yoki o'zi qo'g'dashga sal qaragan odam va shundaqla o'zi qo'g'dash o'rniga kishilarga majburlaydigan yoki kishilarga kerakli narsalarga tayinib oladigan, shuni o'ylab bo'lib ketadigan bo'lib qolsa, bunda odamlar bu kishining ilmning fazilatini tortib oladi deydi. Bu ilmga hurmat qilmaydi. Bu odamni eng o'ziniki nafsini qo'g'dimaslik tufaylidan eng qabih sifatlar bilan sifatlaydi. Berilgan ilm koriga kelmaydi. Chunki bu yerda o'zi qo'g'dimaslik, nafsini qo'g'dimaslikdan iborat bu xunuk avval, nachar avval bu ilmni sug'urib ilib olgan bo'ldi. Chunki yomon ish yaxshi ishdan bek taraydi. Nacharlik fazilatdan mashhur bek tarab ketadi. Chunki insonning mijozida, tabiatida davomli hasad, o'chmanlik o'ti yayrab turdi. Beslishish, musobaqlashish, shundoq bir o'chmanlik holatlari insonning tabiatida o'chmaydi, yo'qolmaydi. Albatta odamlarning ko'zi yaxshi tarafni ko'rmasdan yomon tarafni bek ko'radi. Yaxshi ish qilgan bundoq bir odamga insof bilan muomala qilmaydi. Yomon ish qilgan odamlarga nisbatan suyimlik muomalada bo'lmaydi. Bo'labmi ilmdor olim deb atalgan bundoq odamlarga nisbatan ilpetqa vaqtda bunda odamlarning kamchiliklari yoki bularning qilgan xatoliklari qat'iy kechirilmaydi. Bularning xato ketgan, xato olgan qadamlari hargiz uzr berilmaydi bularga. Chunki bu qilgan qilmishniki izning ta'siriniki yomonligidan yoki ko'p kishilarniki shu yomon qilmishga ergishib ketganligi tufaylidan kechirilmasi kerak demoqchi. Mansurul Hakam nomli kitobda deyilishicha, bir olimning ezib ketishi yoki xatoligi bir kiyimiga o'xshaydi deydi. Bu kiyimi cho'kib ketsa, kiyimi bilan birga nurg'un odamlar birga cho'kib ketdi. Iso alayhissalatu vassalamga shundoq deyilganda, kishilarning ichida eng fitnasi ig'ir kishi kim o deganda, olimning bir xatoligi ig'ir fitna degan. Chunki bir olim ezib ketsa, shu olimning ezib ketishi bilan olam ezib ketadi. Bumi
bir taraf. Yana bir sebep nokta nadan odamlar bundaq olimlarni bek tanqidlab haddidan hisobsiz ayblab o'tadi. Buni texmi bekrak tushirdigan avvallar shaklida. Buningdan shu buniki shu oldin qatordagi turdigan ortiqchilikni fazilatini elib tashlaydi. Buning xususiy xosligini imkon bor cheklashtirishdi nadan odamlar. Chunki bular bu insonni bilmaslik tufaylidan g'aydan kesh qilishi mumkin. Yoki buning ortiqchiligini yoki buni bilgan vaqtida bu olimga balkim o'chmanlik qilishi mumkin. Chunki nadan odam ilmni bir ig'ir, bir malomatlik, zirkishlik bir avval deb qarab oladi. Shunga ilmdor olim kelgan vaqtida buni texmi bekrak ig'ir oladigan yoki o'ch ko'radigan bunday holatlar shakllanib qoladi. Endi olim kelsak, olim nadonlikni bir jamiyatning oqisi qilib qo'yganlik, bir ayb nuqsonlik deb qaraydi. Shunga bu yerda ikki tarafda bir-biriga bir o'chmanlik hodisa shakllangandan bunda olimni nadonlar ko'rgan yerda tushirdigan avvallar shakllangan. Rabi'din İmam Şafii rahmetullahi aleyhi o'zi Misrlik İmam Şafii rahmetullahi aleyhiniki shogird bo'ldi. İmam Şafii'ning ilmini Misrda ko'p taqat qildim. Hijriya 270-yil o'lib ketgan odam bu. Shu endi İmam Şafii bu she'rniki mazmuni mundaq. Nadon bilan faqihning o'rniga kelsak, xuddi faqihning nadonga bo'lgan o'rniga o'xshash. Almashtiryapti-da. Nadonning o'rni faqihga nisbatan, xuddi faqihning o'rni nadonga nisbatan o'sha keng bo'lgan o'xshash, cho'ng bo'lgan o'xshash farqliq demoqchi. Ma nadonga kelsak, bu olimga, faqihga yaqin kelishdan o'zini yiroq tutadi. Amaliyotda bu faqih bundaq nadondan o'zini yiroq tutishda bekrak ko'ngil bo'ladi. O'z imkon bor nadon bilan tang tutmaslik uchun bektirchidir amaliyotda. Bir nadonning baxtsizligini bilay desangiz, bir faqihga, bir olimga qarshi chiqish uchun qarshilik, dushmanlash jarayonidagi buning qilayotgan dushmanligiga qarang dedi. Ig'ir dushmanligi tufaylidan bu insonningki baxtsizligini, bir badbaxt odam ekanligini bilsangiz bo'ldi demoqchi bu yerda. She'rning mazmuni shu. Yahya ibn Xolid o'g'lini nasihat qilib shunaq dedi. Yahya ibn Xolid bu Abbasiylar davlatidagi Mahdiyninki vaziri. Va shunaqla Mahdiyninki nihoyatda donliq shu o'z davridagi shu Abbasiylar davlatini ham taraqqiy qildigan, ham davlatni qo'lga olib olgan bir oila bu Barmaki oilasi. Bu Yahya o'zining o'g'li Fazilga nasihat qilyapti bu yerda. Bu Barmaki oilasi o'zi shu Afg'onistonning hozirgi Balax atrofiga joylashgan Farslarga, tojiklarga tutash kerak. Bular shu Umayylar davrida musulmon bo'lib, keyingi davrlarda Abbasiylar davrida zo'r tuhfalarni qo'shishdan birga davlatningki to'rdan o'rin olgan. Nurg'un tuhfalari bor. O'zining sehi mardligi bilan mashhur bu oila. Shu Fazil degan o'g'liga Yahya ibn Xolid Barmaki shunday deydi. O'g'lim, sen hamma ilmning hamma turdan o'rganib qo'ygan. Hamma turdan o'rgangan. Inson bilmagan narsaning dushmani. Men sening bir ma'lum bir ilmning dushmani bo'lib qolishingni faqat yoqtirmayman deb tuvandek she'rni o'qigan. Demak, inson nimani bilmasa, shu bilmagan narsani o'ch ko'rdi. Balkim bilmagan ilmni biladigan odamni o'ch ko'rishib yoqtirmaydigan avvallar shakllanib qilish. Bu Xolidniki, Yahya ibn Xolidning o'g'liga o'qigan bu she'rida bundoq debdi. Tafannan xilma-xil ilmlarni o'rgangan, xilma-xil pallarni egallagan. Inson hamma fanda, har bir fanda ustunlikka erishishi mumkin. Yaxshi natijalarni qozonishi mumkin. Sen bilmagan narsaning dushmani o'g'lim. Sen puxta egallagan ilmning do'stisan. Bu dushmanlikdan, adovatdan sen salomat qolasan demoqchi. Bugungi darsimiz mushayyish bo'lgan. Sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain.